Misol keltiraman men. Oddiy misollardan bittasi shundan bilib olsak ham bo'ladi. Masalan, hajga borish degan narsa bor, haj ibodati bor. Bu Allohning haqqi. Alloh taolo buyurgan farzlardan bittasi haj. Qachon imkoniyatingiz bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, hajga borishingiz kerak bo'ladi. Bu Allohning haqqi. Deylik masalan, hozirgi paytda 4,000-5,000 dollar pul bor odam hajga borish kerak. 5,000 dollar pul bor odam, demak, hajga borishga vojib bo'ladi, unga farz bo'ladi. Agar yo'llar ochiq bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, endi o'sha insonni bir insondan 5,000 dollar qarzi bor edi. Topganingda berasan degan haligi odam. Keyin birdan haligi insonning qo'liga 5,000 dollar pul tushib qoldi. Nima qiladi? Haligi bir insondan, do'stidan 5,000 dollar qarzi bor, qo'lidan 5,000 dollar turibdi. Unga qarzni bersa hajga bora olmay qoladi. Hajga boradigan bo'lsa qarzini bera olmay qoladi. Nima qiladi desa, hatto bandani haqqi Allohning haqqidan ham ustun turadi. Qayerdan bilamiz? Haligi odam haligi haqdorning oldiga borib oldin so'raydi. Menda pulim bor, hozir pulim paydo bo'ldi. Nima qilay deydi? Senga qarzingni beraymi yo hajga borib kelishimga ruxsat berasanmi? Borib kelaman, keyingi yil to'layman deydi. Agar u rozi bo'lsa, ruxsat bersa, keyin Allohning haqqini bajaradi, hajni. Agar yo'q, menga pulimni berasan, pul menga kerak, qarzingni berishing kerak deydigan bo'lsa, o'sha pulni birinchi beradi. Uni bergandan keyin hajga bora olmay qoldim, bormay qolaveradi. Keyingi yili imkoni bo'lganda boradi. Ya'ni hatto bandani haqqi Allohning haqqidan ham balandroq turadi. Bu Alloh taoloning naqadar buyuk zot ekanligi va o'z bandalariga naqadar mehribon, rahimli zot ekanligi yaqqol dalil emasmi? 4-sifat, mo'minning sifati bu samoviy kitoblarning hammasiga iymon keltiradi. Alloh taolo elchilariga, payg'ambarlarga nozil qilgan barcha kitoblarga iymon keltiradi. Farqlamaydi uni. Qur'onga iymon keltiraman, Tavrotga iymon keltirmayman, Injilga demaydi. Hammasiga musulmon inson barcha samoviy kitoblarga, barcha payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga iymon keltiradi musulmon inson. Mana shu yerda ham qanaqa adolatli din ekanligiga yaqqol dalil. Masalan, boshqa din vakillari Qur'onga iymon keltirishmaydi. Lekin biz iymon keltiramiz boshqa din vakillarini Alloh taolo nozil qilgan kitobiga. Chunki biz adolatli millatmiz, adolatli din egalarimiz, sohiblarimiz. Mana shu narsa islom dini naqadar adolatli, naqadar mehribon, naqadar shafqatli va naqadar do'stona din ekanligiga yana bitta dalil bo'la oladi. Endi 5-oxirgi sifat shuki, mo'minning sifati bu oxiratni tasdiqlash. Hech qanday shak shubhasiz chin dildan oxiratni tasdiqlash, borligini tasdiqlash, iymon keltirishlik bu mo'minning sifati bo'ladi. Nima uchun shak shubhasiz degan narsani aytyapmiz? Shubha degan narsa tilda ham ketishi mumkin. Masalan, oxirat bormikin? Yo'q, aniq emasda degan narsani endi miyasi bor odam gapirmaydi bu narsani. Oxirat borligini biladi musulmonman degan odam. Lekin boshqa nuqta bor. Bu narsani gapirmasdan ham shubha qilib qo'yish mumkin. Masalan, nima bilan? Alloh taolo bir insonni boshiga musibat tashadi. Musibat soldi. Ana shu musibatni nimaga mendan Alloh taolo bu narsani iroq qilmayapti, musibatni deb shuni o'ylayveradigan bo'lsa, Alloh taoloning taqdiriga norozi bo'laveradigan bo'lsa, ana shu oxiratga iymon keltirishda shubha bo'lib qoladi. Xohlagan narsa, bu hayoti dunyoda Alloh taolo peshonasiga yozgan nimaiki narsa bo'ladigan bo'lsa, shundan noliydigan bo'lsa, noliyveradigan bo'lsa, maishiy hayotida bo'ladimi, boshqa narsasida bo'ladimi, o'lmayapti. Bir kunlik yeguligi bor, tomini to'sib turadigan narsasi bor, o'lmagudek yashab ketadigan joyi bor, lekin uni nolaveradigan bo'lsa, fitnalarga uchaveradigan bo'lsa, nimaga qo'shnim unaqa, undan men yaxshi emasman deydigan bo'lsa, nimaga falonchida gaz bor menda yo'q desa, nimaga unda svet bor menda yo'q deb faqat noliydigan bo'lsa, bu allalanmayapti. Odamlar yaxshilab eshitinglar. Bu yerda kimnidir masalan tinchlantirish haqida gap ketmayapti. Bir musulmonning sifatini aytayapman men. Mo'minning sifati nolimaydi. Berganiga qanoat qiladi. Bir kun yaxshi bo'lib ketishligiga ishonadi. Va bu dunyo o'tkinchi ekanligiga ishonadi. Bu dunyo yaqin kunlarda tugab qolishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men bilan qiyomat mana shunaqa turibdi. Juda yaqin turibdi deganlariga 1400 yildan oshib ketdi. Demakki, juda ham yaqinlashib boryapti.
Ora masofa juda ham yaqin qolyapti. Bugun bo'lib qolishi mumkin qiyomat. Ertaga bo'lishi mumkin. Demak, dunyo juda ham qarib mumkinlab olamdan o'tadigan payti keldi dunyoni. Demak, oxirat yaqin qoldi, asosiy u yoqdagi hayot. Bu yoqda chidab olsam bo'ldi degan narsani musulmon odam doimiy xayoldan o'tkazadi. Mana shu narsani o'tkazmasdan noliydigan odam bilib olsinki, oxiratga iymon keltirishda shubha bor. Agar shubha bo'ladigan bo'lsa, uni iymonida zaifligi bor. Iymonida zaiflik bo'ladigan bo'lsa, uni musulmonligida ham shubha bo'lib qoladi. Bu jiddiy qarashimiz kerak bo'lgan narsa. Bu-chi internet, ijtimoiy tarmoq, undagi kommentariyaga qarab turib, siz bir narsani hozir noto'g'riligini aytadigan bo'lsangiz, kommentariyaga kirib turib, masalan, 20 ta odam "Ya bekor aytibsan" deydigan bo'lsa, haligi 21-odam siz gapingizni eshitib o'tirmayapti, kommentariyaga kiryapti birinchi. Kirib turib, ya'ni aytib ham qo'yadi. Kommentariyaga kirib nima ekan deganlarni eshitamiz deb qo'yadi yana. Kommentariyaga kiradida, kirib turib o'sha yerdan mulohaza qiladi. Qilib turib kommentariyaga qara, to'g'ri bo'lganingni kommentariy, seni to'g'ri emasligini odamlar hal qilib bermaydi. Sen Alloh uchun qil bu narsani. Hozir bitta boyga sen zakot berishing kerak deydigan bo'lsa yoqmaydi bu narsa. Sen namoz o'qigin desa yoqmaydi, roza tutgin desa yoqmaydi bu narsa. Yoqmaydi. Mana bu ishlarni qilmay bekor qilyapsan, falon ishlarni qilma deydigan bo'lsang yoqmaydi bu narsa. Agar u kommentariyada o'zingni bildirib qo'yadigan bo'lsa, demak haligi odam namoz o'qi, zakot bergin deyishligi bilan demak yomon odamga aylandimi? Yo'q. Odam hal qilib bermaydi, kommentariy hal qilib bermaydi. Shu narsani yaxshi bilib olinglar. Kommentariy hal qilib bermaydi. Musulmon odam u ahli ilm bo'lish shart emas. Tushunib qolgan odam, bilgan odam, dinini tushungan odam bo'lsa, albatta yetkazib qo'yish kerak. Mo'minni sifati to'laqonli bo'lishligi uchun mana bu sifatdan bo'lish kerak. Oxiratga to'laqonli, shak shubhasiz iymon keltirish kerak. Mana shu chiroq bir necha simlardan iborat. Bosadigani bor, yana nimadir simi bor, har xil narsalari bor. Oxiriga borgandan keyin hamma narsasi bor. Mana shu lampasi qo'yilmaydigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu chiroqdan foyda yo'q. Lampasi ham bor, oxirida ulab qo'yiladigan simi bo'lmaydigan bo'lsa nima foydasi bor? Bu lampadan nima foydasi bor? Faqat bu axlatdan boshqa narsa bo'lmay qoladi. Bitta buyum oddiy narsa bo'lib qoladi. Bundan foydalana olmay qolamiz biz. Iymonimizga ham hamma narsasi bo'lib turib, oxiratda shubha qilib qo'yadigan bo'lsak, o'sha hamma narsasi bor, oxirida lampasi qo'yilmaganga o'xshab qoladi. Iymonimiz but bo'lishligi uchun, Alloh taoloning oxiratida jannatiga erishishligimiz uchun to'laqonli barcha iymonni keltirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Jumladan oxiratga ham shubha qilmasdan. Demak, shubha qilishda til bilan, lafz bilan aytish shart emas. Hayotingizda nolaveradigan bo'lsangiz, boshqa bo'laveradigan bo'lsangiz, oxiratni unutib qo'ygan bo'lasiz. Oxiratni unutib qo'ygan odam shunday qiladi. Bir joyga masofaga bormoqchi bo'lgan bir lokatsiyaga deymiz-ku hozir. Bormoqchi bo'lgan odam qanaqa bo'ladi? Agar o'sha joyga bormagan bo'lsa, hali yetib bormagan odam bo'ladigan bo'lsa, ko'rmagan odam bo'ladigan bo'lsa va bilmaydigan bo'lsa, u joyni nolaveradi. Ya'ni qanaqa? Qachon yetamiz-kin o'zi deydi. Chunki bilmaydi-da hali u. Lekin unga o'sha ko'rgandek ishonib, men aniq ishonaman, shu falonchi odam falon joyda mana shu narsa bor dedim, shunga ketyapman, shu ketayotgan joyimga ishonaman men degan odam xotirjam ketadi. Aniq bilmagan odam shubhada o'tiradi. Nima bo'ladi? Hozir men boshqa joydan chiqib qolsam-chi? Noto'g'ri bergan bo'lsa-chi deb o'tiradi-da. Aniq ishongan inson, bir inson do'sti unga lokatsiya tashlayapti, falon joyda deb. O'sha do'stiga aniq ishongan bo'lsa shubha qilmaydi uning narsasidan. Lekin u dushmani bo'ladigan bo'lsa, o'sha do'stidan shubha qiladigan bo'lsa, to'g'ri narsani tashladimikin menga u? Noto'g'ri emasmikin deb o'tiradi. Biz agar Alloh taologa ishonadigan bo'lsak, haqiqiy Alloh taolo aytgan oxiratga ishonishimiz kerak bo'ladi. To'laqonli ishonishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizning iymonimiz but bo'ladi. Shunda musulmonligimiz ham komil bo'ladi. Alloh taolo mana shu sifatlarni aytdi va oxirida o'sha ana shu zotlar najot topgan, zafar quchgan zotlardir deb xotimaladi. Ya'ni mana shu sifatlarga ega bo'lgan insonlar haqiqiy najot topgan odamlar bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni ana shunday najot topgan bandalari qatorida qilsin.